Stalyarka yo'nalishi yo'qolib ketayotgan kasblardan bittasi ekan. Xabaringlar bor, bundan 3 oycha oldin men stalyar olaman deb video qo'ygan edim va stalyar olganimdan keyin mana shu ob'yomni 2 baravarga oshiraman. Uni qanaqa qilib oshiraman degan video qilib beraman degan edim. Mana shu videoni qilyapman. Mana shu joyimizni 350 kvadrat joy. Oldin mana shu joyimizda 3 ta brigada ishlashardi. Bu yerda tosh seximiz bo'lardi. Tosh seximizni umuman chiqazib yubordik va hozirgi kunda yechim qanaqa bo'ldi deyiladigan bo'lsa, hozir 6 ta brigada ishlayapti. 6 ta brigadani qanaqa ishlatyapmiz? Bu yerda do'xpilka har bitta brigadaga do'xpilka qilib berdik. Bizni 4 ta ustoz qilib ajratib oldik. 3 ta brigadadan 4 ta ustoz qilib ajratib oldik. Yangi kelayotgan ishchilarni, yangi keladigan ustalarni ularga biriktirib qo'ydik. Ustoz shogird taktikasi bo'yicha xuddi shunaqa biriktirib qo'ydik. Ular endi har bitta zonada bitta do'xpilka, bitta freza qo'yishyapti. O'sha narsani qo'yib turib, har bittasi alohida ishlashyapti. Hozirgi kunda joyimiz kichkina bo'lishi mumkin, lekin biz o'ylagan natijamizga erishishni boshladik. Oldinlari zakazimizni 1,5 oy, hozir misol uchun hisoblasa 1,5 oygacha zakazi bo'lardi. Hozir shunaqangi tezlashdiki, 10 kun, maksimum 15 kungacha tugatishyapti zakazlarni va o'rtacha oyiga 2000 kvadrat, 2500 kvadratga tayyor bo'lishdi.